Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Xabar kanalımıza hoş geldinglar. Bugun 8-oyning 12 kuni. Yangi xabarlardan xabardor bo'laylik. Xitoy hukumatı Xitoy davlatining atrofidagi harbiy to'qinish masalalariga kelsak, 8-oyning 17 kuni Xitoyning Janubiy dengizida Amerika boshchiligidagi Tinch okean harbiy manevri ilib berildi ekan. Amerika boshchiligidagi bu cho'ng harbiy manevrdan Xitoy hukumatı nihoyatda jiddiylashib, beoramchilik holatiga o'tibdi. Xitoy hukumatiga tava bo'lgan Nanhua atiganlik gazetida harbiy tarafdan olgan ma'lumotga qaraganda, Xitoy hukumatining harbiy qismlari Amerika armiyasiga qarata birinchi pay o'qni hargiz birinchi bo'lib atmaydi deb Xitoy armiyasi ichiga Beijingdan buyruq berilibdi. Mana bu xabarni Xitoy Nanhua atiganlik gazetida e'lon qilinibdi. Bu demak Amerikaning keng ko'lamlik harbiy manevridan Xitoy hukumati ansirab, oldin ola Nanhua gazeti orqali Xitoy hukumati o'zining Amerika hukumatiga bo'lgan pozitsiyasini bildiribdi. Xitoy hukumati Xitoyning armiyasi hargiz birinchi bo'lib Amerika armiyasiga o'q atmaydi degan so'zi mundaq ikki xil ma'no bildiradi ekan. Birinchi ma'no bo'lsa, sen Xitoy Janubiy dengizida qanday manevr mashq qilsan qilgin, biz sana chekilmaymiz. Agar sen birinchi bo'lib o'q atmasanglar, biz sen bilan kelishim qila olamiz. Ishlarni chiroyli hal qilayli degan yumshoq pozitsiyasini, ya'ni Xitoy hukumati Amerika hukumatiga nisbatan yumshatayotganligini bildirdi ekan. İkinci ma'no bo'lsa, Xitoy hukumati bu qitim Amerikaning manevrdan intayin ansirab qolgan gap. Amerika hukumati mushu manevr orqali Xitoyga ajallik zarba berib qilishdan ansirab etibdi. Hamda Amerika hukumati 17-cheslodagi harbiy manevrda ma'lum bir ishni bano qilib, Xitoy hukumatiga urush ichib qilishi mumkin ekan. Chunki Amerika davlat ishida saylamga yiqilishayotgan, Amerika davlat ishidami har turli talash tortish bo'layotgan, bo'libmi Xitoyning virus sababidan Amerika davlat ishida nurg'un krizislarning paydo bo'layotgan mushundaq mezgilda Amerika armiyasi Xitoyga urush ichib qilishi mumkin ekan. Hamda Amerika dengizi armiyasi urush qilish banosini paydo qila oladi ekan. Masalan, 2016-yili Xalqaro jinoiy sud mahkamasi Xitoy Janubiy dengiz masalasida Xitoy hukumatiga qarata Xitoy hukumati Janubiy dengiz masalasida qilayotgan harakatlari, yasagan sunniy orollari, hatto Xitoy Janubiy dengizini Xitoyning ichki dengizi deb jarsagan qilmishlarining hammasi qonunsiz deb hukm chiqarib bo'lgan ekan. Mushu hukmni asos qilib turibmi, Amerika hukumati Xitoyga urush atsa qonunliq va to'g'ri bo'ladi ekan. Hamda Amerika armiyasi Janubiy dengizda harbiy manevr qilayotgan mezgilda Xitoy hukumati aldirab tinab bir pay o'qni oldin ola etib qolsa, u chaqda Xitoy hukumati va Xitoy armiyasi Amerika armiyasining ajallik zarbasiga uchrab ketadi ekan. Amerika armiyasi Xitoy bilan urush ichish uchun qasdamga Xitoyning yeniga berib, keng ko'lamlik harbiy manevrni boshlaydi ekan. Xitoy hukumati buni oldin ola sezib, biz hargiz sizlar bilan urush qilmaymiz, hargiz sizlarga birinchi bo'lib o'q atmaymiz degan signalni berib yutibdi. Hozirgi Xitoyning ichki va tashqi vaziyati intayin nachar, jiddiy hal qilmasi bo'lmaydigan bir qancha krizis ishlari bor ekan. Xitoyga nisbatan eng cho'ng birinchi krizis ishi nima deganda, 8-oyning 17 kuni Amerika dengiz armiyasi yillik keng ko'lamlik Tinch okean harbiy manevrini boshlab ketdi ekan. Amerika dengiz armiyasining harbiy manevriga 25 davlat birlikda qatnashdi ekan. Bu manevrga 5 ko'z ittifoqidan boshqa Hindiston armiyasi, Yaponiya armiyasi, Malayziya armiyasi, Filippin, Vyetnam qatorliq davlatlarning armiyasi birlashib bu qitimqi keng ko'lamlik cho'ng manevrga qatnashdi ekan. Aytishlarga qaraganda buning ko'lami intayin zo'r ekan. Hamda dunyo xarakterlik cho'ng harbiy manevr bo'lib hisoblanadi ekan. Bu qitimqi harbiy manevrga Tayvanni kuzatuvchi sifatida taklif qilibdi. Harbiy manevrning nishonlagan dushmani bo'lsa Xitoy davlati ekan. Xitoy davlatini dushman qilib turib, 20 oylik harbiy manevrni davomlashtirar ekan. Kuzatuvchilarningki qarashicha 20 oylik harbiy manevr jarayonida Xitoy Janubiy dengizda egallab olgan orollarning hammasini yo'q qilib etishi mumkin ekan. Şuna Xitoy hukumatiga nisbatan intayin jiddiy
Şuna Xitoy hukumati qo'qab ketib, oldin ola bu signalni xabar qildi. İkinci ciddi mesele nima deganda, yaqindan buyon Amerika armiyasining razvedchi aeroplanlari davomli Xitoyning dengiz bo'yidagi Guangdong o'lkalariga yaqin, Zhejiang o'lkalariga yaqin, hattoki Shanxay shahriga yaqin, texmo xatarlik bo'lg'ini Xitoyning Guangzhou shahar osmondimi uchib razvedchilik harakatini davomlashtiribdi. Amerikaning bu harakatidan Xitoy hukumati intayin sarosimaga tushibdi. Bu vaziyat 2001-yildagi Amerika razvedchi aeroplani Xitoy Janubiy dengiz voqeasiga intayin o'xshaydi ekan. 2001-yildagi voqea agar qayta takrorlanib qolsa, bu qitim ikki davlat o'rtasida urushniki keng ko'lamli portlab ketishi muqarrar ekan. 2001-yili Amerikaning razvedchi aeroplani Xitoy davlatining janubiy qirg'og'iga yaqin uchib razvedchilik qilayotgan vaqtida Xitoy havo armiyasining ikki kurashchi aeroplani Amerika razvedchi aeroplanining yo'lini to'sib, Amerika razvedchi aeroplanini qo'g'ilib etmoqchi bo'lgan. Xitoy kurashchi aeroplanni haydagan bir shofirning ismi Wang Wei bo'lib, bu aeroplan haydagan Wang Wei intayin po'panglik qilib, hattoki aeroplan haydaydigan beshidagi qalpoqni elitib turib, Amerika razvedchi aeroplaniga yaqin uchib turib, Amerika aeroplan shofiriga bir qo'li bilan ishorat qilib turib, "Nerikat" degan ishoratni berib, bir qo'lida aeroplanning rolini tutib haydab etib, aeroplanni yaxshi kontrol qilolmay, aeroplanni Amerikaning razvedchi aeroplanining qanotiga uryapti. Shuning bilan Xitoy kurashchi aeroplani ikki parchaga bo'linib ketib, dengizga tushib ketibdi. Ba'zilarning deyishicha, po'panglik qilib aeroplan haydagan Wang Wei degan Xitoy shofiri shu mezgilda hukm talqon bo'lib o'lgan deydi ekan. Yana ba'zilarning deyishicha, osmondan udul dengizga tushib, baliqlar yeb ketgan deydi ekan. Amerika razvedchi aeroplanimi jiddiy tuvallab Xitoyning Haynanda orolidagi Lingshui havo armiya bazasiga qo'ngan ekan. Keyin Amerika hukumatining besim bilan Xitoy hukumati Amerika razvedchi aeroplanining 24 xodimini qaytarib bergan ekan. Xitoy hukumati bu qitim 2001-yildagi voqeaning qayta sodir bo'lib qolishidan intayin ansirab, Amerikaning qiltiqiga chiqib qolishdan ehtiyot qilib etibdi. Amerikaning razvedchi aeroplani bo'lsa, intayin cho'ng bo'lib, xuddi yo'lovchilar aeroplan bilan o'xshab ketar ekan. Hamda razvedchi aeroplanining ichidami nurg'unlagan xizmatchi xodimlar ishlaydi ekan. Amerika Xitoy o'rtasidagi siyosiy kurash bag'ansiri keskinlashib, bu keskin siyosiy kurashning davomi muqarrar urush bilan oxirlashadi ekan. Shunga Xitoy hukumati hozir davlat ichiga intayin jiddiy buyruq tushirib, ochliqni intayin tejash kerak, ochliq zapisini qo'g'dash kerak. 10 ma'mur Xitoy xodimlari restoran kirib tomoq buyursa, cho'qim 9 kishilik tomoq buyurish kerak. Tomoqni tejab yeyish kerak, ochliqni tejash kerak degan jiddiy buyruqlarni yo'lga qo'yibdi. Xitoyning vaziyati bo'lsa, chet el korxonalari jiddiy chekinayotgan, iqtisodiy ahvoli bag'ansiri tuvallab ketayotgan. Uning ustiga Xitoy yuqori qatlam huquqdorlar orasida huquq talashish, guruhvozlik kurashlari keskin davomlashayotgan bundoq krizis mezgilida urush qiladigan imkoniyati yo'q ekan. Amerika hukumatiga nisbatan Xitoy davlatiga urush ochadigan eng yaxshi payti yetib kelibdi. Bundoq bo'lishiga sabab Prezident Trump apandimning saylamiga oz qolgan mezgilda, davlatning butun apparatlari saylamga markazlashayotgan mezgilda Xitoyga qarshi urush ochilsa, Amerika davlatining butun diqqati o'zgarib, Xitoyga qarata urush qarata vaziyat shakllandi ekan. Bu vaziyat Prezident Trump apandimga nisbatan saylamni keyiniga surish yaxshi fursat yetib keldi ekan. Bulubmi Amerika davlatiga nisbatan, Prezident Trump apandimga nisbatan, Amerika Cumhuriyetler Partiyasiga nisbatan %100 foydasi bo'ladi ekanki, hargiz ziyni bo'lmaydi ekan. Shunga Amerika davlatiga nisbatan Xitoy davlatiga urush ichish vaziyati tabiiy shakllanibdi. Xitoy hukumati bu vaziyatni oldin ola his qilib, intayin ansirab etibdi. Navoda 2001-yilga o'xshash Xitoydan bir Wang Wei chiqib qoladi ekan, manevr qilayotgan 25 davlat avtomat shaklda Xitoy davlatiga urush ochadi ekan. Inshaalloh 8-oyning 17-kuni Amerika boshchiligidagi 25 davlat Xitoyning Janubiy dengizida yarim oylik harbiy manevr jarayonida Xitoyga urush ichishni umid qilamiz. Qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqti uchun ko'pdan ko'p rahmat.